Do'stlar, mana hindlarni biz hozir sahroda ko'rib qoldik. So'raymizki, hindlar bir oyda qancha pul ishlaydi Rossiyada va qancha uyga jo'natadi. Biznikilar hindlar arzon ishlaydi deydi. Hozir hindlarni o'zidan so'raymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ты где работаешь и сколько зарплата получаешь? Я работаю на Burger King. Burger King. Сколько зарплата получаешь? Я один месяц зарплата 9,000. 90 ming ekan bir oyga olaman deyapti. A сколько домой отправляешь? Это Индия 8,9. 899 или 800? 8, извините, 8,000. Bir oyga 90 ming topib turib 80 mingni jo'natamiz deyapti. Biznikilar esa patent bilan ishlab turib, bir oyga qancha pul uyga jo'nata olyapti. Mana hindlarni ko'rdik, bunisi hind ekan, bu akamiz esa musulmon ekan. Hozir so'radiki, nechta sura bilasan desak, 30 ta sura bilaman deyapti. Mashalloh. Shu videoga esa like bosib, aka-ukalarimizni tarqatib qo'yinglar qani. Biznikilar esa 100 ming, 150 ming olib, qancha uyga jo'natyapti. Bular esa 90 ming oylik olib 80 mingni uyga jo'natib 10 ming o'ziga ishlatyapti. Biznikilar qancha ishlatyapsiz bir oyga, qancha rasxotingiz bor, kommentariyaga yozib qo'ying.